Yurtimizning eng qaltis fantaziyalik filmi, Hollywood fantaziyalik filmlar bilan mu teng o'rinda tura oladigan film Avliyolar qissasi Feng Shuangyi. Bu G'arb Sayat nomli asar bilan tengdosh o'rinda tura oladigan mana shu Feng Shuangyi Avliyolar qissasi nomli kitobga asosan mush voqealikdan afsonaviy hikoyalar orqali o'zgartib ishlangan. Bu filmni ishlashga eng dastlabki tayyorlikdan boshlab jami 8 yil vaqt ketgan. Jami bir xil 3 bilim ishlangan. Buning birinchi bilimi o'tgan yil qo'yilib bo'lindi. Balkim ko'rganlar bordir. İkinci bölümü bir yıl, üçüncü bölümü 2025 yılı davamlı qo'yilmoqchi. Endi fantaziyalik filmler, dereceden tashqari palvonlar filmi, mushundaq kinolar degan vaqtning o'zida nurg'unlar davlatimizni och yoqtirib ketmaslik sabab davlatimizni ketkizib qo'ydigan mash film sohasidagi birinchi muhim nuqta tashov texnikasi. Shunami alayda unum. Masalan, Yevropaning Hollywoodning kinolari qarasa qilch chalmagan xuddi asldil ash tashov. Mesela Harry Potter'ın deymiz, Marvel kinoları deymiz, ilk nesli əmli rastek bilinib kitudur. Bırak memleketimizin işliginde anca bək o derece getməyəndi. Əmdi ma Feng Shuangyi'ni görsenler, hakikaten miyad evliyalar, ilk divler, buların sihir karametleri prem, resmin uç işlepdi, ay Hollywood Disney'nin tashov darajasiga yetibdi deb qolsizlar. Balki menimcha shu maxsus shu Disney'ning tashov ishlaydigan shu shirkatlar hamkorlashib turib ishlabdi deb o'yladim. Ikkinchi yana bir ketkizib qo'ydigan nuqta, necha vaqtdan qarsak, bundaq bosh qahramon chiqadigan, bundaq palvonlar bu chiqadigan erlarni badan muskul bu jihatda toz yetmay qoldi. Shunami? Sal badan kichik, ilqi muskullari masalan jangchi sarkardilarning toz Amerika, Yevropaning kinolarida hayvat chiqmay qoldi. Endi ma'noni qarsanglar xeyl yuqori darajaga yetgan. Bosh qahramon chiqqan Martim xil xeyrib qarg'ini qarmay, badan muskullari xil bor. Buning qo'llashilgan kichik sarkardilik qarsanglarmi, bularmi xeyl badallari xil joyda, xil loyiqlashgan. Endi mush filmning ishlashliqi nimalarini ko'rib qarsam, mushu tanlangan mash kichik artistlarning hammasini 2 yil mashq qildiribdi oldi keyin bo'lib. Ya'ni mash film chiqishni xohlasang, chuqur mashqqa chidaysa, chuqur maxsus mashq qilsa, maxsus jovliyalardan kelgan shofanlik qilib badallaring tabiiyat mashqdan chiqish kerak deb turib shartni qo'yib turib, manda ishlabdi. Endi bu asarning voqealigimi haqiqatan sizlarni qiziqtirgudek, masalan, hukmron uzuk deymiz, Chulli Yoshi deymiz. Shundaq bir holatga yetgan voqealigimi nihoyat qiziqarli, nihoyat jiddiy, adam har xil o'ylab salolig'idek, umusigalikma qadimgi zamondagi qilishni ma'no bilan Mao efsanevi sihir karametini birleştiriyotgan, nəhayət yaxşı mücəssəmləşkən-çü, rəsmi qayılıb İslam'ın görsən, razı İslam'a kinonu görüb. Endi buningdiki voqelik Shah sulolasi bilan Shang sulolasi bo'lgan shu oraliqdagi jarayon. Burun G'arb Sayatning so'zlagan bu vaqtda avliyolik darajasiga ko'tarilib ketgan shaxs kimdi? Zhang Ziya. Naqmash Zhang Ziyaning hikoyalari buningdan sirt yana Arlanshammi chiqdi, Yudijami chiqdi, Nurjami chiqdi. G'arb Sayat nomli qastardagi biz tunuydigan bir qism avliyolarni tang chiqdi ma'noda. Ikkinchi bilimni hamda 1 yil qo'ydi degan, hamda nechinchi oyda qo'ydi, chag'allik ya bir bayramlik qo'yamdi. Taqqozonlik bilan kutib turibman. Mash filmni hozir mash so'pini tatib bo'pla, birinchi bilimni yana bir qatim qayta ko'rib atmoqchi. Sizlar so'zlash jarayonida qaytlatim ko'gim kelib ketdi. Endi bu film hozir men ko'rdim, masalan, yo'qudi ba, uningdan boshqa turbatlardan bo'lishi mumkin. Yaxshi bag'iga erishgancha Tehiç haqliq, endi bu xuyam bo'lsa ko'ngildigancha balki haqsizlik topa olishinglar mumkin. Haqliq bo'lgan taqdirda shu pulni setib ko'rishga arziydi. Rasmiy ko'rib bo'lgandan keyin rost debdika deb qolsizlar. Ikkinchi bo'lim qachon chiqadi deb siz uchun qilib turasizlarmi-ki?